Bu nafsimiz oy otinmaydi. Million rita konserti bor-ku. Bizda nima? Messi hammani aldab ketadi desa, bizda Ahmadboy degani bor. Butun Braziliyani aldab ketadi. Bu nafsimiz juda dahshat aldab qo'yadi-da. Ya'ni qarang, birdaniga kardinalni o'zgarish deydi, tubdan burilish yasamang hayotingizda. Ya'ni ba'zi bir shunaqa suhbatlardan ilhomlanib, uyga borib shijoatlanib, ertalabdan soat 4 da turaman, 200 bet kitob o'qiyman, metr yuguraman deb rejalar xittashab, bir kun, 2 kun qilib, keyin qaqshab hamma og'rib, mazasi qochib, ikkinchi yaqinlashmaganlar bo'lish kerak oralaringizda. Ya'ni 20 yil, 10 yil, 15 yil davomida muttasil harakatsizlikka o'rgangan yo ko'p uyquga o'rgangan yo kitob o'qimaslikka o'rgangan bu tana, bu miya, bu ruhni siz bir kunda o'zgartiraman deb qiynamang. Tushunyapsizmi? Yaponlarda yapon qilgan strategiya bor, nomi kaizen. Bu o'zi aslida musulmonlarga tegishli narsa. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, Alloh taologa yoqadigan amal afzal amal, oz bo'lsa ham davomli qilingani. Islom Abdulmajid degan qadrdon do'stimiz bor akamiz. Shu yaqinda zo'r video qildi. Zanjirni uzma degan. Zanjirni uzmasdan davomli, oz-ozdan bo'lsa ham davomli qilingan amal bu go'zal amal. Ya'ni kim bir kunda 50 betdan kitob o'qiydi? Lof bo'lmasa qo'lini ko'tarsin-da. Mana. Men kattaga rahmat. Shu o'qiydiganlarga, o'qimaydiganlarga bir qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat. Men hozir o'qimaydigan odamga qarab gapirmoqchiman. O'qimaydigan odamni o'ziga yarasha sabablari bor. Bu vaqt to'g'ri kelmasligi mumkin ishi, juda ko'p masala bu yerda. Lekin baribir o'qishingiz kerak-ku, to'g'rimi? Yo'qmi? O'qishingiz kerakligini bilasiz, lekin o'qiy olmaysiz. Nimaga? Vaqt yo'q deysiz. Sabablar ko'p, bahona ko'p. O'sha odam nima qilish kerak? Siz bir kunda bir bet kitob o'qing. Bo'ldi. Bir bet kitob o'qish oson deganni qo'lga ko'tarsin. Oson. Bir bet ko'p vaqt ketmaydi. Sekin o'qisangiz 4 daqiqa, tez o'qisangiz 45 sekundda o'qiysiz, misol uchun. Bir bet bo'ldi, och qoringa. Ko'payib ketmasin. Rosa o'qingiz kelib ketsa ham to'xtating, yoping, qo'ying o'sha kitobni. Bir bet. Mumkin emas ortiqchasi, ko'plik qiladi. Qarang. Miyangiz zo'r qolishi mumkin. Endi bir bet har kuni o'qib, bir hafta o'qing, bir hafta davomida 7 bet kitob o'qiysiz. To'g'rimi yo'qmi? Yo'qdan ko'rish ham yaxshi yo'q. Narsa bo'lib ko'rinadi-da bu. Siz birdaniga bitta kitobni bir o'tirishib